Oxirgi namoz. Odam oxirgi namozini qanday o'qiydi? Shuni sira o'ylab ko'rdingmi? Qiblaga qaraysan, qalbing esa Ka'bada bo'ladi. Qo'llaringni ko'tarib, niyat qilayotganingda boshqa niyatlardan xalos bo'lasan. Birgina takbir butun borliqda zarra qadarligingni eslatadi. Bir takbir kibr degan butni parchalab tashlaydi. Qo'llaringni qovushirasan, ojizliging qo'llaringda birlashadi. Chap qo'lingni o'ng qo'ling yashirib turganida borlig'ingni tasadduq qilgan bo'lasan. Bismillah deganda yo'qolib borar ekansan, 70 ming farishta Fotihadan keyin ominga hasad qilib turadi. Allohning huzurida, Allohning kalomi bilan javob berasan. Kotib farishtalar har onni hisoblab turar ekan, nafsingga va namozingga ilakishishga uringan shaytonga javob berasan. Borliqqa oid nima bo'lsa, sendan butkul uzoqlashadi. Mana shu yo'qlik sayohatida barcha a'zolaring rukuga boradi. Subhana robbiyal azim va bihamdi deyishing bilan beling yana bir marta bukiladi. Tizzalaring titraydi, na tik turibsan, na o'tiribsan, na yerdasan, na ko'kda. Aynan zarur joydadirsan. Sajdaga borishdan oldin Samiallohu liman hamidah deysan va hamdingni eshitganga sajda qilasan. Subhana robbiyal a'la deysan, keyin yana bir marta sajdaga borasan. Salom berganingda haqning va'dasi haqiqatga aylanadi. Ana shu payt qorong'ulik yo'q bo'lib ketadi va Isro surasida ilohiy bir ovoz aks sado beradi. Va ayt, haq keldi, botil yo'q bo'ldi. Zotan botil doimo yo'q bo'luvchidir. Biz har lahza Allohning huzuridamiz. Buni bilamiz, lekin namozdagi huzur hech bir ibodatda yo'q.